Assalomu alaykum hammaga. Bugun очередной seminarimizni o'tkazamiz. Komandamdan intervyu olmoqchiman. Nima uchun aynan Ersak? Qani ketdik, hozir so'rab olamiz. Nima uchun Ersak? Bu halollik va naq oyliklar. Nima uchun Ersak? Ersakni men tanlaganim tabiiy mahsulotlik uchun, keyin o'zim uchun kerakli narsalarni ichib ishonganim uchun. Nima uchun Ersak? Chunki Ersakda produksiyalar naturalniy, ximikatsiz va halol. Nima uchun Ersak? Bu Ersak kompaniyasining batlari 100% halol va действие berganligi uchun Ersak kompaniyasini tanladim. Nima uchun Ersak? Sog'liq uchun. Nima uchun Ersak? Bolam sog'liq uchun. Nima uchun Ersak? Omadini sinab ko'rish uchun. Assalomu alaykum. Nima uchun Ersak? Nima uchun Ersak? Ersak tabiiylikka qiziqdim. Oilam uchun ximikatdan nariroq bo'lish uchun tabiiy narsa degan uchun qiziqib Ersak tanladim. Rahmat. Nima uchun Ersak? Ersak yaxshi bo'lgancha Ersak ham narsalik yaxshi bo'lgan. Nima uchun Ersak? Assalomu alaykum. Ersak birinchidan naturallik uchun, halollik uchun, mening o'zimga kosmetika uchun, o'zim ishlatadigan moda ishlar, shular produksiyalari uchun tanlagan Ersak. Rahmat. Assalomu alaykum. Nima uchun Ersak? Ersak bu halol kompaniya. Sertifikati ko'p, ham o'zimiz uchun tabiiy mahsulot, 100% naturalniy. Ishlasangiz ham o'zingiz uchun ham, boshqalar uchun ham ko'p misol olasiz. Bemalol. Men Ersakni juda ham yaxshi ko'raman. Ersakni tanlayman. Rahmat.